O'qishga kirolmasang erga berib yuboramiz. O'qib olim bo'larmiding deb uydagilarim menga shart qo'ygandi. Men turmushga chiqishni umuman xohlamasdim, lekin uydagilarimga ham qarshi chiqa olmasdim. Kechalar uxlamasdan o'qishga kirish uchun tayyorlanardim. Lekin qanaqadir ichimda qo'rquv bor. O'sha qo'rquv yengish uchun qo'shimcha yana nimadir o'rganishim kerak. Sizni anchadan beri kuzataman. Ishlaringiz juda ham chiroyli, menga yoqadi. Sizni atigi 3 kungina kuzatdim. Onlayn kursingiz borligini bilib qoldim. Lekin o'sha paytda kurs narxi menga juda ham qimmatli qilgandi. Biror kun kurslarga skidka qilib qolar deb niyatim xolis ekan. 30 minglik chegirmaga tushirganingizdan keyin sirazi sotib oldim. O'zi ham zo'r tushuntirgan ekansiz. Hamma aksessuarlarni yasashni o'rgandim. O'qishga ham qiziqmay qo'ydim, lekin o'qishimni ham tashlab qo'ymayman. Hozirda blogim yo'q-ku, lekin do'konalarimga sotib, ozgina daromaddan qoldim. Uydagilarim ham o'rganganimdan xursand bo'lib ketishdi. Bitta o'quvchim shiringina shunaqa otib tashlab qo'yibdi. Agarda siz ham o'zingiz mustaqil bo'lishni xohlasangiz, sizni 30 minglik chegirmali kursimga taklif qilaman. Kursda joylarimiz soni juda ham kam qolgan. Kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz.